Ko'pchilik matematiklar bu haqida bilishmaydi. Sonning darajasi bu sonni o'shancha marta o'ziga ko'paytirish degani. Ya'ni sonni 4 ni kubi 4 kara 4 yana 4. 3 ta 4 ning ko'paytmasi 64 ga teng bo'ladi. Sonning tetratsiyasi bu sonni o'shancha marta darajasiga ko'tarish degani. Ya'ni 4 ning 3 tetratsiyasi degani 4 darajada 4, uning darajasida ham 4 bo'ladi. Ya'ni 4 darajada 256 bo'ladi. 4 ning 4 tetratsiyasi degani 4 ni darajasida 4, yana darajasida 4 va uning darajasida 4 bo'ladi. Buni javobi esa 4 darajada 4, uni darajasida 256 bo'ladi. Sonning faktoriali bu o'sha sondan 1 gacha bo'lgan ko'paytmasi bo'ladi. Ya'ni 4 ni faktoriali 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1. Javob 24. 5 faktoriali esa 5 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1, ya'ni 120 ga teng bo'ladi. Sonning eksponensial faktoriali 4 ning eksponensial faktoriali deganda 4 darajada 3, uning darajasida 2 va uning darajasida 1 keladi degan. Ya'ni buni umumiy javobi 4 darajada 9. 5 ning eksponensial faktoriali deganda 5 darajada 4, uning darajasida 3, uning darajasida 2 va uning darajasida 1 degani. Buni javobi 5 darajada 4, uning darajasida 9 bo'ladi. Foydali va qiziqarli matematikaga oid ma'lumotlar uchun sahifaga obuna bo'lishni unutmang.